Bu video Nexia 1, Damas, Captivate Tracker, jamiki plastmassasi bor mashinalarga foydali bo'ladi. Shagrini chiqarishga ko'p ustaramiz qiynalishadi. Qora motiv sepish uchun ko'pchilik shagrini yo'qolib qoladi. Bizda mana bunga yechim bor. Okean firmasidan maxsus strukturniy kraska mana sip qo'yganmiz. Ham shagirlarni bitta ko'rsatib qo'ying. Xudo xolasa shagirlar birga bir bo'ladi. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol shu kraskani ishlatib ko'ringlar. Xudo xolasa ustalarga ancha yengillik bo'ladi. Qiziqarli tomoni avval plastik seplardi, bunga plastik sepish ham shart emas. Uzun sepsangiz ko'chmaydi. Xudo xolasa zo'r bo'ladi. Trekkerimizni polni plastmassadan sip oldi. Shagirlarga bitta baho berib qo'yasizlar. Telefon olib beritdimi bilmadim, lekin komment o'z fikringizni qoldirasizlar.